14 kun davomida bolaga qora sedana yog'ini bersa nima bo'ladi? Bolani organizmida juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Eng qizig'i 14-kundan boshlanadi. Birinchi 3 kunda organizm kuchli qo'llab-quvvatlovchi bo'ladi. Qora sedana yog'ida timaxinon degan modda mavjud. Bu timaxinon viruslarni, bakteriyalarni va yallig'lanishga qarshi tabiiy kurashuvchi modda hisoblanadi. 7-kunda esa tiklanish jarayonlari faollashadi, hazm yaxshilanadi, ichakdagi gazlar va ichak og'riqlari, kolikalar kamayadi. Immunitet mustahkamlanadi, uyqu hamda bolaning ruhiy holati barqarorlashadi. 14-kunda esa sezilarli natijalar ko'rina boshlaydi. Bola xotirjamlashadi va aktivlashadi. Terisi tiniqlashadi. Organizm esa immunitetga chidamli bo'ladi. 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlarda albatta pediatr bilan maslahatlashib, bunaqa tabiiy mahsulotlarni berish kerak. Qanaqa dozada beriladi, necha yoshdan beriladi va qanday ichiladi, buni tartibini izohda yozib qoldiraman.